Salom do'stlar, bugun sizlarga qanday qilib suvni tejash mumkinligini o'rgataman. Suvsiz yer yuzidagi barcha tirik jonzotlar halok bo'ladi. Dunyodagi barcha suv zaxiralarini 100% deb olsak, shundan 97% ni iste'molga yaroqsiz tuzli suv tashkil etadi. Qolgan 3% chuchuk suvlar, 1% iste'molga yaroqli ichimlik suvi hisoblanadi. Aynan mana shu ichimlik suvi bo'lib, yer yuzidagi barcha jonzotlar, flora va fauna mana shu suvdan ichishadi. Ichimlik suvini tejash esa juda muhim. Kundalik hayotimizda qanday amallarni bajarsak ichimlik suvini tejaymiz? Birinchidan, suv jomraklarini yaxshilab yopib yuring. Hojatxonaga axlat tashlamang. Tish yuvayotganingizda jomrakdagi suvni yopib qo'ying. Kir yuvish mashinasini kirlaringizni jamlangan holda ishlating. Meva-sabzavotlarni yuvishda ishlatgan suvlaringizni gullaringizga qo'ying. Boglaringizdagi daraxt va gullarni sug'orish uchun asosan yomg'ir suvlaridan foydalaning. Vanna qabul qilish o'rniga dush qabul qiling. Bu bilan siz 45 litr toza ichimlik suvini tejab qolasiz. Toza ichimlik suvini tejashni hozirdan boshlang. Unutmang, ona zaminni asrash bizning qo'limizda.